Butun umr fe'ldor inson kim bilandir chiqishmay yashaydi. Uni doim aytgani bo'lish kerak, yo u xohlagandek bo'lish kerak. Endi bir kam dunyoda demaydi hech ham. Hammadan ayb izlayveradi. Agar inson ilmi kamaysa, o'zini ustida ishlashi kamayib, qanaqadir bilimli olmasa, insonni borgan sari fe'li torayib ketaveradi. Bu dunyo xuddi muzeyga o'xshaydi. Muzeyga kirsangiz, ko'rayotgan eksponatlaringizni chiroyli bo'pti, xunuk bo'pti deyishingiz mumkin, lekin shu muzeyga nima bu eksponatni qo'yding? Kerak emas bunaqa eksponat deya olmaysiz-ku, to'g'rimi? Siz shunchaki ko'rib o'tib ketishingiz kerak. Xuddi shunaqa dunyo bu muzey. Biz ko'rib o'tib ketaveramiz. Yoqsa, yoqmasa, biz bu dunyodan olib tashlab bu narsalarni deya olmaymiz, chunki bu dunyoning o'zining egasi bor. Egasi qanaqa eksponatlar qo'yganini o'zi biladi va nima uchun qo'yganini ham biladi. Biz uni so'roqqa tuta olmaymiz. Nimaga sen shunaqa qo'yib qo'yding yo nimaga qaramayapsan deya olmaymiz. Biz oddiy yo'l-yo'lakay tomosha qilib